Sagjana doktor Oda birinchi qavatda Novostroykadan 83 kvadratli xonamiz срочно sotuvga chiqdi. Tepada chiqishga qiynalayotgan aka-opalar, men siz uchun birinchi qavatni topib qo'ydim. Visokopotolochni va dahshat, eshikdan kiraverish kattagina hol. Mana shu yerga yaxshi mebel ham turibdi. Birinchi zaldan boshlaymiz, operator. Короче, zalimiz juda ham kattagina, high-tech stilda mana shu atachento qilgan akamiz. Yaxshi mebel yangi turibdi, katta televizor, katta treza, parda gilam hammasi yangi turibdi. 3 xonalik, полноценный har bitta xonasiga trezasi bor. Kattalar uchun yotoqxona, 90 divan, o'zini garderob shkafi bor, trezasi bor, konditsioner, har bitta xonasiga batareyasi bor, 2 kotel ham turibdi. Juda ham kattagina. Ana endi bolalar uchun yotoqxonani bitta ko'rsatamiz, operator. Bolalar uchun yotoqxona, ikkita divancha, garderob shkaf, televizor, trezasi bor, ko'chaga qarab turibdi. Novostroyka 6 qavatli bino, kirpichni. Bu esa alohida sanuzel bo'ladi, operator, aristonlargacha bor. Bu esa vanna, kir yuvish mashinasi, sushilka ham bor. Bu esa kuxni, ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxni, hamma sharoit bor. Mana bu yerga 90 kotel. 90 ming, xudo xolasa ozgina yana savdosi ham bor. Pasanoma qoldiramiz, srojni aloqa chiqinglar, xudo xolasa barakasini ham olib beramiz.